O'tgan videoda biz siz bilan atom haqida yorqin tasavvur oldik. Endi esa bugun atom ichidagi zarrachalar haqida gaplashamiz. Demak, eslab olamiz. Atom o'rtasida yadro joylashgan. Yadro ichida proton va neytron, yadro atrofida esa elektronlar harakatlanadi. Ana endi zarrachalarning zaryadlari haqida gaplashsak. Elektrondan boshlaymiz. Elektron belgisi E, zaryadi esa -1 ga teng. Ana endi yadro ichidagi zarrachalar proton va neytron. Proton belgisi P, massasi 1, zaryadi esa +1 ga teng. Neytron zaryadsiz zarracha, ya'ni zaryadi 0, lekin massasi 1 ga teng. Zarrachalarning zaryadlari haqida bilib oldik. Ana endi atom haqidagi tarixni eslaylik. Atom bu musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida harakatlanuvchi manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha. Nima uchun aynan elektroneytral zarracha deyilgan? Gap shundaki, biz biroz avval bildik, elektron zaryadi -1, proton zaryadi +1 va neytronniki 0. Mana shu uchala zarrachaning zaryadlari yig'ilganda, ya'ni qo'shilganda 0 ni beradi. 0 esa neytrallik. Ana endi nima uchun musbat zaryadlangan yadro deyilgan? Yadroda qaysi zarrachalar bor? Neytron va proton. Neytron zaryadi 0, protonniki esa +1. Ya'ni yadroning zaryadi protonga bog'liq, proton esa plus. Shuning uchun ham yadroni musbat zaryadli deymiz. Demak, yaxshilab eslab qolamiz. Elektron zaryadi -1 ga, proton zaryadi +1 ga va neytron zaryadi 0 ga teng. Elektron massasi yo'q, proton massasi 1, neytron massasi 1. Videoning keyingi qismida biz siz bilan elektron, proton, neytronlar sonini qanday qilib aniqlashni o'rganamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.